Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz Samarqand shahrida ot anjomlar to'g'risida videolarimizni boshladik. Bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Ko'rib turganlaringizdek, ot anjomlar do'konimizda otga kerakli barcha anjomlarimiz bor. Mana shu hozir boshlanishiga, videoni boshiga aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek egarlardan boshlaymiz. Qirg'iz egarlarimiz, original qirg'iz egarlar, mana ko'rib turganlaringizdek, narxi 2 million so'mdan sotilyapti. Ko'rib turganlaringizdek, bizda paylangan egarlarimiz ham bor. Juganlar 200 ming so'm, klapin so'ldiriqli juganlar 250 ming, sariq so'ldiriqli juganimiz narxi 250 ming so'm. Otning bo'yniga galastiklarimiz bor aziz do'stlar. Mana shunday qalin yasalgan galastuklar narxi 250 ming. Tangachalisi 100 ming so'm, rezinkali 40 ming so'm. Otga kerakli barcha anjomlar bor. Yopinchiqlar 250 ming, kalta yopinchiqlarimiz. Otning ko'kragiga fartuglar. Fartugimiz 250 ming so'm, laqabi yozilmagani. Laqabini yozib berish xizmati 350 ming so'mga mana shunday holda qilib beramiz. Kimda kim agar otini laqabini yozmoqchi bo'lsa, bizga murojaat qiling, mana shunday laqabini yozib beraman. 350 ming so'mga bitadi. Bu fartigimiz esa mana shu turishi, olaman desa agar 250 ming so'm qilib beramiz, laqabi yozilmagan. Ko'rib turganlaringizdek, kojinli juganlar narxi 650 ming so'm. Bu tomonda kumush juganlarimiz, kumush juganlar 100 dollardan. Mana yon halqalari temirliklari bor mana. Mana bunday kojinli zakilopkalangan juganlar, kojinli variantlari narxi 100 dollar. Pastronka lentadan tayyorlangan kumush juganlarimiz bor. Narxi 750 ming, oq, ko'k ranglari bor. Chilgi jahaldiriqlar 450 ming, yostiqchasi bilan birga qizil, qora ranglari bor. Otning ustiga komplektimiz aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, shapkasi bilan birga mana shu otning laqabini yozganmiz. Yopinchig'iga ikki tarafiga yozib beraman. Narxi 1 million bo'ladi. 1 millionga mana shu zakaz tayyorlab berdik. Mana ikkinchi tomoni ko'rib turganingizdek Attila 700 deb laqabini yozib berdik. Otning logotipi qo'yilgan. Qalin yopinchiq, shapkasi ham bor komplektning ichida. Mana ko'rib turganlaringizdek, shapkalari ham katta otlarga mo'ljallangan, ikkita ko'z tomoni va ikkita qulog'i. Mana shunday zakazlarni ham qabul qilamiz. Bahosi 1 million. Sizni ham otingizni laqabini yozib beraman, ikki tarafiga yozib beramiz. O'ng va chap tarafda yozib beraman, shapkasi bilan birga. Endi hozir bu tomonda o'tamiz. Etiklarimiz narxi 850 ming. 45-42 razmerlari bor, original etiklar. Zashitnik, plastmassaviy zashitniklar narxi 250 ming so'mdan plastmassasi bor. Mana ko'rib turganlaringizdek kelishtirib beramiz. Kelishadigan joyi bor. Ayil pushtonlarimizni ko'rib turganlaringizdek aziz do'stlar, ayil pushtonlar 80 mingdan 180 minggacha ayillarimiz bor mana. Mana shu ayillarni tayyorlab qo'yganmiz. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Bizda 100 ming so'mlik ayillar ham bor. Eni 10 cm. Mana bunisi 8 cm adyolli ayil. Narxi 100 ming. Mana bunisi esa 180 ming. Duvaynoy materialdan tayyorlangan sariq, qora, qizil variantlari bor. Hattoki bizda kojinli ayil pushtonlar bor. Narxi 500 ming so'mdan. Endi bu tomonda qamchinlar 150 ming. Tortqi iplarimiz bor mana, voyenniy tortqi iplardan bor. Chilgi jahaldiriqlar kojinli variantlari bor. Otning oyog'iga zashitnik nagapkalar, lapkalarimiz bor. Laparchalar deyishadi. Biz Samarqandda ko'pchilik aytishadi. Xishravdagi otbozlar laparcha deyishadi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shu laparchalar ham bor. Narxi 120 ming, 150 minggacha bor. Uzangilarimiz har xil. Sportivniy uzangilarimiz bor. Mana hozir sportivniy uzangilarni ko'rsatib o'taman. Aziz do'stlar, mana sportivniy uzangi, kimga qiziq bo'lsa, mana shunday sportivniy uzangilarimiz bor mana. Jupi 450 ming, sportivniy uzangi. 300 ming so'mlik uzangimiz bor va alyuminiysi 150 ming so'mlik uzangi. Endi
Aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek komplekt. Mana shu komplektni Samarqanddan Navoiyga sotdik. Mana ko'rib turganlaringizdek baho berasizlar. Chilgi jahaldiriq, egar, ayil pushton, jugan, uzangi, tortqi iplari va uzangi iplari ham bor. Juganni so'ldirig'i sarig'idan padzakas Samarqanddan Navoiyga mana shu komplekt sotildi. Katta terlatmasi ham bor. Hammasi qora variantda. Klientimiz, obunachimiz mana shu narsalarni tanlashdi. Bahosi 3,5 millionga sotdik biz. Buni dastavkasi ichida Samarqanddan Navoiygacha chiqarib beryapmiz. Narxi 3,5 millionga sotilgan. Bo'ladigan narxi shu narxda. Kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qilib murojaat qilinglar. Egar universal egar, любой otga to'g'ri keladi. To'g'ri kelmasa, bir hafta 10 kun ichida almashtirib berganmiz. Aziz do'stlar, bunday variantlari ham bor. Biz o'zimizni obunachilarimizga kelishtirib beramiz. Chilgi jahaldiriqlarni hozir mana sizlarga ko'rsatib o'taman. Rossiyskiy kiyigizdan tayyorlangan, bahosi 1,600,000 so'm. Toza kiyigizdan yasalgan. Qalinligi juda qalin, sifati yaxshisi zo'ridan. Bizdan ko'pchilik so'raydi, rossiyskiy kiyigizli chilgi jahaldiriq nech puldan bo'layapti deyshadi. Eng qalini 1,600,000 so'm. Ko'rib turganlaringizdek terlatmalar, otning oyog'iga zashitnik, nagapkalarimiz bor mana. Bu tomonda ko'krak imildiriqlarimiz bor. Narxi 180 mingdan. Ko'kragiga xohlagan otni logotipini ham qo'yib beraveramiz, xolasa yulduzcha qo'yib beramiz. Endi navbat yopinchiqqa. Yopinchiqni ko'rib turganlaringizdek любой otga to'g'ri keladi. Adiyolli, kigizli, sintafonli, ichi mexli 8 xil variantda yopinchiq tayyorlab beraman. Biri 60 santimetrdan boshlab 2 metrgacha yopinchiqlarimiz bor. Mana shu yopinchiqlar bahosi 400 ming so'm. Qizil, ko'k, yashil ranglari bor. Mana aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek yashil ranglari bor. Mana bu ko'k vayenniy rangdagi plashovkalarimiz esa narxi 600 ming so'mdan. Bularning ichida vatin qo'yilgan. Buni ichida mex qo'yilgan. Buni ichida vatin qo'yilgan. Aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek uzangi joylari ochiq. Egarni ustidan ham qo'ysangiz bo'ladi. Mana ikki tomoniga uzangi joylar ochilgan. Bahosi 600 ming. Qizil yopinchiq 400 ming so'm, ko'k yopinchiq 400 ming, yashil yopinchiq 400 ming so'm. Terlatmalarimiz bor, quloqli terlatmalar ko'rib turganlaringizdek. Keyin adiyolli o'ramamiz mana qornini tagi bilan yopaydigani bor aziz do'stlar. Mana qornini tagi toza rossiyskiy adiyoldan tayyorlangan, narxi 850 ming. Kelishadigan joyi bor, kelishtirib beraman. Rangi qora, uzunligi 2 metrli, otlarga to'g'ri keladi. Ko'rib turganlaringizdek 1,60li variantlarini ham tayyorlab beraman. Terlatmalarni ham 5-6 xil variantlari bor, katta kichik variantlari. 150 mingdan 60 ming so'mgacha terlatmalar bor. Bizdan keyin ko'pchilik mana Qozog'istonni telpagini so'rashadi mana. Qozoq telpak bormi deyshadi. Qozoq telpak originali narxi 250 ming. Arzonroq telpaklar 120 ming. Ko'rib turganlaringizdek sizlar uchun arzoni ham va sifatlilari ham sal narxlari qimmatrog'idan ham bor. Hozir ko'rsatmagan anjomlarimiz bo'lsa, mana bu tomonda kojinli nuqtalar qolib ketgan. Kojinli nuqta 450 ming so'm va latum so'ldiriqli juganlar qizil 350 ming. Xuddi shu narsani qora varianti ham bor, mana 350 ming so'mdan. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga dastavka xizmati bor. Dastavka xizmati telefon orqali murojaat qilganlaringizda gaplashiladi. Arzonroq juganlar 200 ming so'm va ko'rib turganingizdek o'sha ko'pchilik so'raydigan 50 ming so'mlik ot nuqtalarimiz ham bor. Sizlar uchun mana shunday arzonroq va sifatliroq narsalardan ham tayyorlab beramiz. Bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Ekranda telefon raqamlar bor. Telefon raqamlar ijtimoiy tarmoqda Telegram, WhatsApp, Imo ulangan. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Xato kamchiliklari bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu videoni ot boqadigan tanishlaringizga yuborib qo'yinglar.